Azizlarim, gruppam a'zolari, kuzatuvchilarim. Mana oldidan o'zimga oldim. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi degandek. Oldini mana unim tugamasdan bu turidan ham oldim. Qanaqa ekan deb, bunisini ham men ham o'zim endi ishlatishim. Bu kattasidan men gelda ichganim uchun deymi, hazil albatta. Rosa ko'p ishlataman. Kirgel, yosh bolalarim bor. Ko'p kir yuvaman. Shuning uchun hali bunim tugamay o'zimga kattasidan olib keltirdim. Bir dona olib keldim. Bunisidan ham oldim. Tugab qolmasin o'zimga yeganda deb. Xullas, men ham buni qimmat yumushdan ishlatardim. Bu o'zim sotayotgan billurdiki, teng baravar arzon. Buni bilasizlar, 60 ming, 65 ming. Optim joylarda 58 mingdan sotyapti ekan yumushni. Bu teng baravar. Menda hozir 24 ming bo'lib qoldi. Shuning uchun o'zimnikidan ham qo'yib oldim. Hali buni uncha tugamadi, jinday bor. Keyin pol yuvish vositasiga hech kim qiziqmadi shekilli. O'tgan safar sotolmadim. Shuning uchun o'zimga bir dona zakaz urib qo'yib qo'ydim. Hali buni ishlatib sizlarga effektini ko'rsataman. Sizlar ham hali ko'rasizlar, olishga majbur bo'lasizlar. Shunaqa qilib o'zimga oldilardan oldim. Sizlar ham o'zinglar menga o'xshab o'zinglarni yaxshi ko'rsanglar, billur mahsulotlaridan bosib olsanglar, meni duo qilib mazza qilib ishlatasizlar, aziz kuzatuvchilarim.